Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Birinchi ishimiz JSB traktorda bo'ladi. Bu ish Podmoskvada joylashgan. Oylik oklad 140 ming rubldan, yashash joylar tekin, ya'ni firmani hisobidan. Ish ofitsialni oyliklar o'z vaqtida beriladi, trudovый ham beriladi. Kerak bo'layotgan dokument birinchi navbatda rossiyskiy pravoyez, patent Podmoskvaniki bo'lishi kerak va minimum 1 yillik opitiz bo'lishi kerak. Iltimos shunga e'tibor qilasizlar. Biz opit umuman ishga ola olmaydi. Ikkinchi ishimiz Babketka bo'ladi. Bu ish Moskvani o'zida joylashgan. Oylik oklad 120 ming rubldan. Bunga ham yashash joylar tekin, firmani hisobidan. Ish ofitsialni oyliklar o'z vaqtida beriladi, trudovый договор ham qilib beriladi. Kerak bo'layotgan dokument rossiyskiy pravoyez, patent Moskvaniki bo'lishi kerak va minimum 1 yillik opitiz bo'lishi kerak. Bu ishga ham biz opit ishga ola olmaydi azizlarim. Har doimgidek ish beruvchilarning nomerini kommentariy va opisiyaga qo'yaman. Bemalol shu nomerlarga bog'lanib borib ishni boshlashingiz mumkin. Keyin har doimgidek o'z xizmatimizni taklif etamiz. Bilasiz, spesitexnika va traktorlarga rossiyskiy prava qilib beraman. Hozirda 16 va 17 iyunga ekzaminlarga joylar bor. Faqat shoshilamiz. Joylar soni cheklangan. Iyun oyiga hozir aksiya ketyapti, ya'ni 4 ta kategoriya 45 ming rubl va bepul 5-razryadga ko'tarib beriladi. Pastga mana shu yerga WhatsApp nomerimni qo'yaman. Faqat iltimos WhatsAppdan bog'laning. Shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Prava ekzaminlariga 100% yordam qilamiz va prava bazasiga 100% kafolat beramiz. Pastga kommentariy va opisiyaga Telegram guruhim ham bor. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo shu Telegram guruhimga joylab boraman. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.